navbatdagi obyektimiz Shovot tuman O'zbekiston qishlog'idan Daryoraning uyi bo'ldi. Daryoraning uyi o'zi Rossiyada ekan, shu Rossiyadan turib zakaz berdilar, qilib beringlar deb, shunga ustalarimiz kelib o'zlari qilib berdinglar. Birinchi katyolga keladigan bo'lsak, 22 kilovatlik shu o'zlarimizda chiqib turgan vertniy galina yuqoridan yanuvchi katyollar. 22 kilovatlik 220 kvadratga mo'ljallangan katyol. Katyolning bahosine keladigan bo'lsak 8,5 million so'm tayyor bo'ladi dastavkasi bilan. Mana morlarini ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, sindirishni demoqot etib ko'rsatib berganmiz. Keyin bandayna nasos. Hem nasosdan hem samatok aylanadi-da bu yana. Bu kraniklarni iladilar. Dan bir pestagini açıp beradilar, samatok aylanadi. Buni ilib bularni açıp beradilar, nasosdan aylanadi-da. Hozir ichanlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Общий 8 batareya bo'libdi. Hozir ko'rsatib o'tamiz ichanlarni. Birinchi batareyani ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, buni aynasi sal pastroqda joylashgan ekan, shuncha 50 santimetrligidan qo'yib berdik. 50 santimetr Monza degan batareya qo'yildi, yaxshi qilib. Bunga ikki tarafına kranik bilan qo'yganmiz, yana bundan bakanadan ertang bir kun remont etgan vaqtda kranikni iladidan birini yazdırıp ataplanyasini polni dökib bermaydi-da. Kranikni ilib birini yazdırıp, oboyatcha göz oboyini yopishtirib, yana qistirib qo'yaveradi. Bu birinchi batareyasi. Bunda yine ikinci bataryası. Bu ham şu 40'lık batarya ekan. Yanlış belli depmiz 40'lık batarya ekan. Şu pesrak bunun için 40'lıktan koyup verdik. Birlerine hem şöyle kranik bilen koyup verdik işler. Palaçası 32'lik turbo, abratkesi 25'lik turbonu öttü biz ayımız yine. Bu ikinci bataryası. Üçüncü bataryanı gösteremiz. Bir yine spalni ekan. Bir hem şu 18 stuk koyuldu. Bir hem şu 40'lık bataryadan. Keyingi xonasini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, biri spalni ekan, biri 16 shtuk qo'yilgan usta. Biri 16 shtuk qo'yildi. Bu 1 2 3 4-chi batareya. Bundan navbatdagi batareyasi bu общий 200 kvadrat edi. Bu xonadonimiz 8 tochka bo'ldi. Katyol hamma narsasi bilan 27 million 400 ming so'm bo'ldi-da общийsi. Daniyani o'zi Rossiyada melamas. Rossiyada bu an için ülkesi Ruslan Ağa'ya yine tapşırdık. Ağa Ruslan'ın içinde köylerinizde oldum, köylerinden oldum, kızdırdı mı? Hava. Tekşirip aldı yine ülkeleri. Kime şunun ataplayına hizmeti ya ki şunun katyolları gerek olsa pesten ömürler koyamaz. Benim alaka çıkıp kıldırışlarınız mümkün. Batarya, turbo, kazı kanalı özlerimizi aparamızda. Ünlü ilgisini götürebiliriz dükkana. Özlerimizi aparıp özlerimizi kılıp berip getemiz. İşimize xudo xolasa cevap veremiz. 100% garantiye.